Hammaga salom. Bu videoda biz kumush surferlar haqida gaplashamiz. Ular qanchalik kuchli, ular qayerdan paydo bo'lgan va nima uchun kumush surfer Stan Lee'ning eng sevimli qahramonlaridan biri. Xo'sh, kino olamida bizga ikkita kumush surfer ko'rsatildi. Bu 2007-yilgi filmda ko'rsatilgan Norman Reed va yaqinda chiqqan Fantastik to'rtlik birinchi qadamlar filmidagi Shia LaBeouf. Ular avvaliga hech qanday super qobiliyatlarga ega bo'lishmagan. Norman Reed Zenla sayyorasida yashaydigan oddiy olim bo'lgan. O'sha sayyoraga Galactus hujum qilganida Norman Reed o'z sayyorasini qutqarib qolish uchun Galactusga umrbod xizmat qilishga va'da bergan. Unga xizmat qilib, sevgilimni himoya qilaman. O'z sayyoramni. Galactus Norman Reedning tanasini to'liq o'zgartirgan va uni biz bilgan kumush surferga aylantirgan. Va shu bilan birga yaxshigina kuch bergan. Surferning kuchi shunchalik kattaki, film oxirida u hattoki Galactusning o'zini ham ortga chekinishga majbur qila oldi. Eslatib o'taman, 2007-yilgi filmda Galactus bu Godzilladek keladigan maxluq emas. U sayyoralar bilan oziqlanadi. Mana shunaqa katta maxluqni surfer bir o'zi ortga surib yubora oldi. Ammo shuni aytish kerakki, kumush surferning jismoniy kuchi aslida doimiy emas. Komikslarda kumush surfer Ben Grimm bilan birinchi marta to'qnashganida Ben uni oson yutgan. Ertasi kuni jang qilishganida ham tosh odam avvaliga yutayotgandi. Ammo jang davomida surferning jismoniy kuchi oshib borgan. Avvaliga tosh odamning zarbalari unga yaxshi ta'sir qilgan, keyin esa unchalik emas, keyin umuman ta'sir qilmay qo'ygan. Chunki kumush surfer kosmik quvvat yordamida o'z kuchini oshirishi yoki kamaytirishi mumkin. Kino olamida ham xuddi shunday. Albatta bunga jiddiy urg'u berilmagan, ammo o'zingiz qarang. Doktor Doomning zarbasi kumush surferga biroz ta'sir qildi, ammo film oxiridagi sayyora darajasidagi portlashda surferning tanasi jiddiy shikastlanmadi. Menimcha farq shundoq ko'rinib turibdi. Surfer o'z jismoniy kuchini ko'paytirishi yoki kamaytirishi mumkin. Shia LaBeouf bilan ham xuddi shunday holat. Eslatib o'taman, u qora tuynukning ichiga kirib chiqdi. Qora tuynukning ichiga kirib chiqdi. Shunchaki qora tuynukka yaqin kelish yoki shunga o'xshash qandaydir xavfli jismning tortish kuchini yengib o'tish yoki Lokiga o'xshab Asgardning tubidagi katta portalga tushib ketib tirik qolish haqida gapirayotganimiz yo'q. Bu nozik qiz rostakam haqiqiy katta qora tuynukning ichiga kirib ketdi va o'sha yerdan qaytib chiqdi. Yerlik olimlarning fikricha bu narsa uchun cheksiz energiya kerak. Ammo surferlar fizikani bizdan ko'ra yaxshiroq biladi, aniq mendan ko'ra yaxshiroq biladi. Fizika bo'yicha men eshitgan narsa shuki, qora tuynukdan chiqib ketish uchun yorug'lik tezligidan kattaroq tezlik kerak. Agar fizikani tushunadiganlar bo'lsa, kommentariyada fikrimni to'g'rilab yuboringlar. Xato qildimmi, qayerdadir noto'g'ri tushundimmi? Men qora tuynuklar haqida unchalik ko'p narsa bilmayman, ammo qiziqishim yuqori. Umuman bu sohada ko'proq narsa bilishni istayman. YouTube'da ko'proq ilmiy mavzudagi videolarni tomosha qilishga harakat qilaman va yaqinda bitta juda qiziqarli kanal topib oldim. Kanal nomi Cheksizlik va ular birdaniga hamma fanga oid ilmiy videolar qilishadi. Bu kanal o'z faoliyatini endi boshladi. Men juda xursand bo'lgan bo'lardim agar siz o'sha kanalga o'tib, videoga like bosib, kommentariyaga biror narsa yozib qo'ysangiz. Chunki men juda ham mana shu kanalni kelajagini ko'rgim kelyapti. Anchagina narsa o'rganishim mumkinligini sezyapman. Chunki o'zim kimyo va biologiyadan boshqa hech qaysi fanni yaxshi o'qimaganman. Shuning uchun hozir aniq ayta olmayapman. Qora tuynukdan uchib chiqib ketish uchun yorug'lik tezligi kerakmi yo kerak emasmi? Ammo bir narsani aniq ayta olamanki, kumush surfer haqiqatdan ham yorug'lik tezligidan tezroq uchadi. Surfer va Galactus yo'q qilgan sayyoralar bizning quyosh tizimimizda emas. Demak, surfer yulduzlar orasidagi masofani juda tez bosib o'ta olishi kerak bir necha kun ichida. Quyosh va eng yaqin yulduz o'rtasidagi masofani bilasizmi? 4 yorug'lik yili. Quyoshga eng yaqin bo'lgan Proxima Centauri yulduzigacha 4 yorug'lik yili masofasi bor. Ya'ni yorug'lik mana shu masofani 4 yilda bosib o'tadi.
kumush surfer esa bir necha kunda bosib o'tish kerak. Buning ustiga Proxima Centauri yulduz tizimida hayot mavjud bo'lgan sayyoralar yo'q. Surfer va Galactusga esa hayot mavjud bo'lgan sayyoralar kerak. Demak, ular yanada uzoqroq masofani juda tez bosib o'tishlari kerak. Kumush surfer yorug'likdan million martalab tez uchadi, ammo bu ularning faqatgina uchish tezligi xolos. Ya'ni uchish tezligi boshqa narsa, jangdagi tezlik boshqa narsa. Tushunyapsizmi? Husayn Bolt boshqacha tez, Bruce Lee boshqacha tez. Bittasi tez yuguradi, ikkinchisining reaksiyalari tez. Aytish mumkinki, kumush surferning reaksiyalari ham juda tez. Masalan, u tovush tezligida uchayotgan Joni Stormni ushlab qola olgan yoki bo'lmasam raketalarga osongina chap bergan. Fantastik 4lik ilk qadamlar filmidagi Shalla Bal esa osonlikcha yorug'lik tezligidagi hujumga chap bera oldi. Muammo shundaki, ular bu tezlikni hamma sahnada ham ko'rsatishmagan. Ammo Pietro va Flash kabi qahramonlar ham o'z tezligini doim ko'rsatishmaydi. Surferning qobiliyatlari ham juda xilma-xil va juda zo'r. U o'z tana shaklini o'zgartira oladi va hattoki taxtasining ichiga kirib keta oladi. Surfer boshqa jismlarni ham o'z taxtasining ichiga kiritib, shunchaki yo'q qilib yuborishi mumkin. Surferning ko'pchilik bilmaydigan yana bitta super qobiliyati bor. U odamlarning fikrini o'qiy oladi. Aynan shu qobiliyati sababli u filmda odamlarning tilini juda tez o'rganib olgan. Nima deganimni tushunyapsanmi? Aslida bu sahnada kumush surfer hali Doktor Doomning gaplarini to'liq tarjima qila olgani yo'q. Ya'ni u Doomning gaplarini tushunyapti, ammo eshitish orqali emas. U Doomning miyasiga kirib olgan. Surfer yerliklar tilida ilk so'zlarni aytganida esa u allaqachon Doktor Doom bilgan hamma narsani bilib bo'lgandi. Sen bilgan hamma narsa ado bo'lish sharafasida. Nima haqida gapiryapsan? Aslida kumush surferning fikrlarini o'qish qobiliyati juda kuchli. U bir necha soniya ichida inson miyasiga kirib, u haqidagi hamma ma'lumotni bilib olishi mumkin. Bir necha soniya ichida. Yana u boshqalarning kuchini olib qo'yishi yoki bo'lmasam qayta tiklashi mumkin. Hozir ko'pchilik Franklin ko'rinmas ayolni qanday tiriltirganini ko'rib, hayratdan yoqa ushlashyapti. 2007-yilda xuddi shu ishni kim qilgani esa ko'pchilikning esida yo'q. Surfer taxtasidan ayrilganida juda kuchsiz bo'lib qoladi degan fikr mavjud. Xuddi filmda ko'rsatilgani kabi. Ammo aslida filmda ko'rsatilgan sahnada surferning shunchaki omadi kelmay qoldi. Uni tutishganida surferning kuchining katta qismi taxtaning ichida edi. Fantastik 4lik ilk qadamlar filmida ko'rdikki, Shalla Bal taxtasiz ham qizib turgan suyuq metal ichiga kirib ketdi va umuman zarar ko'rmadi. Taxtasiz ham surferning ko'plab qobiliyatlari saqlanib qoladi. Masalan, o'ta katta chidamlilik va odamlarning fikrlarini sezish qobiliyati. Bilaman, siz shu yerdasiz. Mening fikrimcha, ko'pchilik kumush surferni birozgina noto'g'ri talqin qilishadi. Surferlar menga doim juda ham qo'rqinchli tuyulgan. O'ylab ko'ring, ular ishlatayotgan energiya bu aslida millionlab halok bo'lgan mavjudotlarning bo'laklari. Galactus sayyoralar bilan oziqlanadi va ularning energiyasini kumush surferga ham beradi. Shunday ekan, har safar kumush surfer o'z qobiliyatlarini ishlatganida bilingki, bu Galactusning milliardlab qurbonlarining bo'laklari. Aynan shu sababli kumush surfer menga juda qo'rqinchli tuyuladi. Ko'pchilik yangi filmda kumush surferning ayol variantini ko'rsatishganidan norozi bo'ldi. Ammo shaxsan mening fikrimcha, bu to'g'ri qaror. Hammamiz Norin Ratning hikoyasini ko'rib bo'ldik. U nima uchun kumush surferga aylanganini yana bir bor eslaymiz. Unga xizmat qilib, sevgilimni himoya qilaman. Yangi filmdagi Shalla Bal ham aynan shu sababli kumush surferga aylangan. Filmda biz uning qizi borligini ko'rdik. Demak, u allaqachon Norin Ratga turmushga chiqqan. Galactus kelganida esa u Norinni himoya qilish uchun o'z jonini qurbon qilgan. Xuddi boshqa koinotda Norin Rat u uchun jonini qurbon qilgandek. Bilaman, ko'pchilikka baribir erkak kumush surfer ko'proq yoqadi, kuchliroq bo'lgani uchun. Ya'ni yangi Galactus ko'rinmas ayol bilan jangda mag'lub bo'ldi. Ko'rinmas ayol hosil qilgan to'siqlardan o'ta olmadi. Avvalgi kumush surfer esa mayli, ochiqchasiga aytganda menga ham Norin Rat ko'proq yoqadi. Ammo Shalla Baldan ham nolimayman. Yaxshi qahramon. Kumush surferning yana bitta juda muhim jihati bu uning
insoniyligi. Kumush surfer juda ko'p sayyoralarda bo'lgan va hammasida sayyora vakillarining o'zaro nizo va urushlaridan qattiq qayg'uga tushgan. Eslatib o'taman, surfer o'z sayyorasiga qayta olmaydi. U o'z vatanidagi do'stlarini, oilasini ko'rish uchun juda ko'p narsaga tayyor. Ammo u borgan hamma sayyoralarda hamma bir-birini qadrlash o'rniga bir-biridan uzoqroq bo'lishga harakat qilmoqda. Ba'zida esa odamlar hattoki bir-birlarini o'ldirish uchun yaxshigina harakat qilishmoqda. Odamlarning o'zaro urushlari Kumush surfer uchun doim qayg'uli mavzu. Chunki u o'z vatanidagilarni ko'rish uchun jonini berishga tayyor. Mana Kumush surfer o'rgimchak odamga bu haqida nima degan? Men sizning sayyorangizda juda ko'p vaqt o'tkazdim. Uning go'zalligidan bahramand bo'ldim va odamlarning bir-biriga qanchalik shafqatsiz ekanligidan taajjubga tushdim. Demoqchimanki, Peter, axir siz bitta tur vakilisiz-ku. Hammangiz bir-biringizga aka-uka va opa-singilsiz-ku. Har xil davlatda yashasangiz nima qilibdi? Axir maqsadlaringiz bir xil-ku. E'tiqodingiz har xil bo'lsa nima qilibdi? Axir e'tiqodi boshqa degani uni boshqa xudo yaratdi degani emas-ku. Agar e'tiqodingiz chin bo'lsa, bir-biringizni o'ldirishga haqqingiz yo'q. Sizlar esa arzimagan narsalar uchun urush boshlaysiz. Faqatgina Galactus kelib sayyorangizni yo'q qilmoqchi bo'lganidagina esingiz kiradi. Ishon Peter, men bu manzarani juda ko'p marta ko'rganman. So'nggi lahzalaringizda hattoki eng yomon ko'rgan odamlaringiz ham qanchalik g'animat ekanligini bilib qolasiz. Men buni hozirdanoq tushunishingizni istagan bo'lardim. Hali kech bo'lmasdanoq bir-biringizning qadringizga yetishingizni istagan bo'lardim. Menimcha Kumush surferning gaplarida jon bor. Chindan ham biz biror narsani yo'qotmagunimizcha ko'pincha uning qadriga yetmaymiz. Kumush surferlar buni hammadan ham yaxshiroq tushunishadi. Ular hayotning mana shu sinovidan ko'p marta o'tishgan. Bu ularni koinotdagi eng oliyjanob mavjudotlarga aylantirgan va aynan shu sababli Stan Lee Kumush surferlarni eng yaxshi personajlardan deb hisoblagan. There's a character I wrote called the Silver Surfer. He was from another world, and he said, why don't we realize we're on a planet that gives us everything? Food, beautiful weather, sun, everything. Why don't we enjoy it? Why do we spend time fighting and hating each other? I loved writing the Silver Surfer. Ishonchim komil, bu qahramon juda ko'pchilikka yoqadi. U sayyoralardan ko'ra kuchliroq, yorug'likdan ko'ra tezroq va odamlardan ko'ra odamiyroq. Bu mening Kumush surferlar haqidagi fikrlarim edi. Agar bu fikrlar sizga yoqqan bo'lsa, xursandman. Hammangizga mustahkam sog'liq tilagan holda xayr deb qolaman.